Bilal aka, nima bo'lyapti? Qatga kelganmiz? Oka, mahallani qarang, qaddi baland uylar, chiroyli holatda, asfaltlar bo'lgan, hamma kommunikatsiya kelgan. Bu o'z-o'zini Nazarbek legendarniy mahallaga kelganmiz. Aniqlab aytsa, sentri 8-maktab. 8-maktabda o'qiganlar bor, bitta yurishini qizartirasizlar. Shuni oldidan kirasiz, bu yerda legendarniy Anvar akamning choyxonasi. Shuni oldidan kirib kelasiz, suvni bo'yidan, Pushkindan, Yoshligidan kirsangiz bo'ladi. Tupik, keng, yaxshi holatda tushgan ikkita kottej bor. Bittasini sotdik. Qarang, kengligiga qarang. Ko'chani qaysi kottej quryapti-kan, bunaqa 5,5 metr, 5 metr ko'cha tashlayapti. Qop-qora asfalt qilib qo'yilgan. Bu yerga ham bitta kottej quriladi, eshigini naryoqdan qiladi, muammo emas. Ikkita xonadon bor. Tarsi o'ydigini sotdik. Bu yoq tarafdagi 2 sotuq 7 ta xona 3 ta sanuzil. Start 1,9 million aka. Nima deysiz o'zingiz? Baho bering. Mahallaga, ko'chaga. Mahalla zo'r, mahalla legendarniy mahalla. Bu yoq tarafdan yoshlikning ichi bilan ham kirib kelsa bo'lar ekan, taxminan 3 kilometr. Nazarbekning postidan taxminan 2 kilometr bilan kirib kelyapti. Qaranglar. Xonadonimizda bittasi hammasi sotilib ketgan. Mana bunisi bo'ladi, 2 sotuqlik bo'ladi. Xonadonni qaranglar. Mashalloh. Haybatiga bitta e'tibor bering. 2 qavat, bitta podval. Endi qarang, bonuslari. Keling, o'ziga yarashib turgan zeleniy zonasi bor bu yerda. Qarang, kichkintoqqina. Mana bitta общий sanuzil. Bu yoq tarafda endi qo'yib yuborasiz aka, suvni bo'ylarda, voy. Gap bo'lishi mumkin emas, tozalab olasiz. 2 sotuq zahvat, suvni bo'ylariga tapchanlik joylar qilib qo'ysangiz, akam, mashalloh, tabarakalloh. Xonadon bu yoq tarafdan pishuvishdan qurilganligiga ham e'tibor qaratib keting. Gap bo'lishi mumkin emas, akalar. Sizlarga ravo ko'rdim, o'zimga ravo ko'rganimmi? 2 sotuq 7 ta xona, narujniy romlari, proyekt, avtorskiy proyekt asosida qurilgan. Birinchi qavatga bitta kiraylik, yoki ikkinchi qavatda 4 ta xona, bitta sanuzil. Qarang, kirib-kiyasiz. Oqsuvodan chiqarib qo'yilgan elektromontaj, 10 taraf bitta xona. Bu yoq taraf oshxonamiz. Endi qarang. Bu yoqda birinchi qavat uchun mo'ljallangan sanuzil, ota-onalar yotoqxonasi, balandliklariga, plitalariga bitta e'tibor berasiz, bu yerda kattagina zal. Endi qarang, ikkinchi qavatga chiqib olasiz. Ikkinchi qavatda 4 ta xona. Qarang, bismillah deb bizlardan ko'tarildik. Unaqa yo'lak bo'ylab, mana baqvat, yaxshi to'sinlar tashab qo'ygan. O'zim og'aynim qurgan. Gap bo'lishi mumkin emas. Chap taraf, o'ng tarafga qarotilib bitta kattagina zal. Ota-onalar yotoqxonasiga bitta nazar tushiring, bonusli joy bor. Sanuzil bu yoq tarafda. Oynadan qaratib qo'yib, suhbat qilaman, toza havo qarang. Suvni bo'yida toza havo tangada sizga mehr beradi, suvni shabadasi urib turadi bunaqa kunduz suvlarda. Ikkita bolalar yotoqxonasi, hajmi kichkina emas. Kattagina balandliklari, to'sini ham yomon emas, yaxshilarni tashagan. Balkon qismi bitta stulchani qo'yib qo'yib, bu yoqqa qarab, birpas suhbat qilib, charchagan paytda nima deysiz aka? Maza. Yaxshi mahalla. Start 1,9 million dollar. O'z-o'zini mahalla, Nazarbekni yuragi deb chiqayotgan, mana shu yuragi bo'ladi. Maktab yoningizda, masjid yoningizda, bog'cha yoningizda, 3 taraflama kirish. Yana nima kerak akalar? Raqam obязательно qoladi. Aloqaga chiqurasizlar, okalar, xudo xolasa mana shu xonadonni olsanglar, 20 ming 30 ming dollar foydasi bor, bilasizmi shuni? Nima? Bitta tarbiya berib nima? Oddiy misol quruvchi 20 ming 30 ming foyda qilishni mo'ljallaydi. Agar shuni o'zim yashayman degan aka-ukalar olsa yoki tirikchilik qilaman degan aka-ukalar olsa ham, buni remontini polniy o'tida bitirib, sotsa 20 ming 30 minggacha, 160 ming, 170 minggacha inshaalloh savdosi bor. Bonusi bor, suv bor. Bonus bor, suv. Kirushlarni qo'yamiz, qatdan kirishlarni. Mana bu yoq tarafni ko'ryapsizlar. Mahalla zo'r, xudo xolasa aloqaga chiqinglar akalar, remont qilib pakyuj qiling, chaqirlik reklama hisob beramiz. Salomat bo'lasizlar. Joningiz sog' bo'lsin. Uyog'i bilan ham aloqaga chiqinglar, yashovchilarga ham zo'r variant.